Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Muzalov kanali va men Muzaffar G'afurov. Do'stlar, bugun eng ko'p kutilgan kun, men uchun zo'r kun bo'lyapti, Xudo xolasa. Va yangi mashina oldim. Omadam obunachimiz sovg'a qilib qoldilar Telegramdan. Ular ko'rib turgan bo'lsalar, kattakon rahmat etamiz. Mana mashina Range Rover. Modelini bilmayman, uni kapotini ochamiz do'stlar mana. Buni bagaj ham ancha katta, ko'pchilik Jeep deydi. Mana do'stlar ko'rib turganingizdek, vashshe cho'tki bunga interyer qo'ydim. Keyin nomer taqdim. Qolgan tuning o'zi bordi. Vashshe chiroyli ekan do'stlar, ko'z tegmasin. Endi ichini ham bitta ko'ramiz do'stlar. Sizlar bilan birgalikda. Xullas, mashina shu. Mana ko'rib turganingizdek, interyerini ham mana shunaqa qilib oldim. Men bitta oynalar ham ko'rsatar ekan. Bitta bosamiz do'stlar. Oy do'stlar. Vashshe zo'r do'stlar, hammaga hayotda ham nasib qilsin. Endi videolar olish uchun yana bitta yangi tocha qo'shildi. Urib oldim uzr. Sekin qarab. Xo'p, to'g'risini aytsam, bunga $1 to'ladim do'stlar. O'zlari yozib qoldilar. Sizlar ham Telegramimizga qo'shila olinglar, chatimiz ham bor. Keyin do'stlar qo'shila olgandan keyin 170, 60 deb chiqib ketdi. Yurmanglar do'stlar, u maynavatchilik emas. To'g'ri tushunasizlar. Keyin normalniy mashina olib sotmoqchi bo'lsanglar bo'ladi. Keyin sizlarga ham shunaqa mashina kerak bo'lsa, arzonroq yozsanglar bo'ladi. Xo'p, keyin nastroykalar, mashina nastroykasiga, keyin birga o'ynashga shularni so'rasanglar bo'ladi do'stlar. Oho, pavrotnik yoqqanimni ham mashina etib turibdi. Ko'z tegmasin do'stlar. Xursandligimdan riski video bordim. Dim bilan edit chiqaraman xudo xolasa do'stlar. Sekin yuramiz shunaqa qilib. Mana buni samnoq qilsak, sal chiroyliroq ko'rinadi. Bitta bosib ko'ramiz. Endi bu mashina katta, bu Comfort bilasizlar. Hamma to'ylarga kortej qilganda orqarog'iga qo'ya oladi, Mercedes orqasiga. Lekin normalniy do'stlar. Sekin kelamiz deb men bitta YouTube'ga previewga rasm olamiz. Bu video qisqa bo'lib qoladi deb o'ylayman, yana bilmadim. Sekin buni qilib sal ko'taramiz. Sal yaqinlashtiramiz. Mashina ketdik do'stlar, orqalanchasi yurib, yana ozgincha yuramiz. Xo'p, mashina shu. O'zbekiston bayrog'ini ham qo'yibdilar, hattoshi. Xo'p. Birga video olsak ham kerak, yana bilmadim. Sekin to'xtab chiqamiz. Onlaynga shu mashinada ham kiramiz. Sales banan dablikkiz bor. Sekin yurib ketdik do'stlar. Kelamiz, bunaqasiga o'tib olamiz. Vashshe cho'tki mashina do'stlar. Buni to'xtab, bu yoqqa ham o'tib olamiz. Ko'rmay qolmay uzr do'stlar. Ustaxona bor, o'sha ishinamay qilmagandir balki. Sekin to'xtab, avarinkachalarni yoqib, mamtlari, orqalari. Udar do'stlar, shu mashinani ko'rib qo'ysanglar, nomerini ham ko'rsataman. O'zim taqdim 777 RRR. Ko'rsanglar bitta signal chalib o'tinglar o'yinda. Xo'p, mashina shu. Buni faralari ham kechqurun zo'r deb eshitganman. Nima qilamiz? Kech bo'lib qoldi o'sha. Xullas, garajimizga bitta mashina qo'shildi. Gaz bosorman, nima qilamiz? Chirog'ini yoqibdi, qaraymiz. Ancha chiroyli. Keyin diskalari ham ancha zo'r ekan do'stlar, 100 tonirovka. Men vinillarni ham boplab qo'yibdilar. Shu video shundan iborat edi. Hop.
уже 5 minutdan beri video olinyapti почти. Mashina oldim degan, hali ham yana bitta video olsam kerak. Tez просто xursandligimdan video olib qo'ydim. Shu esdaligiga qoladi degan maqsadda. Keyin do'stlar 100 ta obunachi bo'lamiz. Hammaga rahmat. Maqsad 20 mingta. Hop, tug'ilgan kunimgacha 100 ta bo'lish orzuyimiz bor edi. Orzuyimizga ham erishdik. Yangi mashinaga ham oldik. Kunimiz chiroyli o'tdi. Hop, do'stlar, keyin ana Jigulini ham o'ynaveramiz. Jigulini ham rasmi keyingi editlarda chiqsa kerak, ko'k Jiguli. Hop, nima qilib yana o'tolamiz. Zo'r mashina. Sekin mamga to'xtatamiz. Uje hamma yo'q Mercedes, BMW yo'q. Bilmadim. Eskiroq E39 olish niyat bor. Mana do'stlar. Shu video tugadi. Hammaga rahmat. Hammaga xayr ko'rganingiz uchun. Hop, yana video chiqadi.